Assalomu alaykum yaqinlarim, jigarlarim, yaxshimisizlar? Ishdagilar charcham ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Bugun men sizlar uchun Namangan Chus avtomashina bozoridan har xil turdagi inomarkalarini xudo xolasa ko'rsatishga niyat qildim. Iloji boricha hali syomka qilganim yo'qman. Odatda syomkani qilib bo'lib, qilgan syomkamga qarab turib aytardim qanaqa mashinalarni sizlarga ko'rsatganimda. Oldindan video chiqaryapman. Xudo xolasa harakat qilaman. Lacetti, Gentra, Tracker, Cobalt, Nexus avtomashinalarini narxlari bilan tanishtirishni bo'lmasa men boshladim. Siz bu har doimgidek bittadan like bilan, kommentariya bilan podдержканы qilib yorsangiz, ko'p yaqinlarim baraka bo'lyapti ekan. Mana buni baraka qilishyaptimi? Yili necha ekan buni? Yili necha qolishdi? 21 yil. Qanchaga bermayapsiz? 8600 qilishyapti. 8600. Probegi? 112 ming probegda ekan. 8600 qilishyapti ekan, berishmayapti ekan. Xo'p, Cobaltimiz oq ranglisi 8600 ga berishmadi. Baraka bo'lsa ko'rsatamiz. Bizdan etamiz. Bizdan etamiz. Sizlardanmi bu aka? Qo'yaveraylikmi? Necha yil? 2020 yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Cobaltimizni ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p, kraskani nima deymiz aka? Bunda yo'q, orqa krilda bor. Orqa krilda. Petnomi shunda? Ha? Petnomi shunda? Yo'q, orqa krilo sepilgan, bu rextovka bu nima emas. Bu rextovka, bu yerda rextovkasi bor. Orqa krilo sepilgan polностью. Polностью sepilgan ekan, yaqinlarim. Strashniy kaltagi yo'qmi? Yo'q. Motor yo'q emaydimi, xudo xolasa? Ходовой коробkalar jimmi, yaxshimi? Xo'p, usutillar yechilmagan. Oldi orqa kaltagi yo'q deyishyapti. Balon holatlarini ko'rsatib o'tamiz, yaqinlarim, balon holatlari. Xo'p, salonni bitta yengil ko'rsatib o'raman. Yaqinlarim, xo'p, obshipkalari chizilmagan ekan, yaxshi holatda ekan. 141 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan, yaqinlarim. Xo'p, mexanika yaqinlarim, mana ichki holatlari, ichki urashlari. Yoqilg'isi nima aka buni? Yoqilg'isi. Benzin gaz. Benzin metan, ha? Qancha deyapsiz narxini? 9,5 deyapmiz aka, ozgina tushib beramiz. Necha degilini? 20. 20 ni 9,5. Bozor qancha qildi aka? Bozor 9. Naqdiga bugun qildimi? Avvalo bozoringizni bersin aka. Va tepasida bo'lmaganmiz. Aloqaga chiqsa bermaganimizga beraveramizmi naqdiga? O'ylashib ko'ramiz, ha? Variant bilan gaplashamizmi? yo'q. Gaplashmaymiz. Biror o'tib turamiz. Generalni qilib beraveramizmi? Ha. Generalni qilib beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik 534 60 69. Ismingiz kim edi aka? Ismingiz? Bahodir akamizga aloqaga chiqarasizlar. Bozoringizni bersin aka. 10x yili 2024. 2024 kraska probegi nima deymiz? Xo'p, kraska toza ekan, pozitsiyasi 6+ pozitsiyada ekan, yaqinlarim. Balon holatlari yaxshi holatda. Motor holatlari yaxshimi? Ходовой коробка. Hech qanaqa muammosi yo'q, xudo xolasa. Xo'p, yaqinlarim, salonni yengil ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, salon holatlari. Xo'p. Salonni ko'rib baho beraverasizlar. 6+ pozitsiyada ekan. Xo'p, ajoyib chexollarni taqib qo'yishibdi mana. Yoqilg'isi nima buni? Mashina bor qo'yalik. Bo'ldi, qo'yamiz. Yoqilg'isi nima buni Xo'shtog'a? Benzin. Benzin, hali gaz o'rnamagan. Qancha deyapsiz? Yaqinroq qilib aytaylik. Bunarmi? Tembo. Yaqin qilaylik. Xo'shtog'a bozorga aytadigan emas, sotishga yaqinroq qilib aytaylik. 14.3 mi? 14 pastda bitadimi, xudo xolasa? Yo'q. Bitmaydimi? Bozor qancha qildi o'zi? Biz oldingizdan, ismingizdan kelsa 14.1 ga beramiz. Pulingizga barakadan kelsa 14.1 ga beradi. 14 pastda bitiraylik. Yo'q. Xo'shtog'a 14 pastda bitiraylik. Lukni ko'rsatmayapman, yaqinlarim. Luklari bor. Xo'p. Bozor Har xil so'rab turibdi. qancha qildi? Realni qilgan. Barter so'rayapti. Barter, naqdiga bermadingiz. Naqd so'ragan bo'lmadi. Narx so'ragan, xudo xohlasa endi so'rayapti-chi, Narx- mo'ljallar to'g'ri kelmayapti. Naqd beraman degan. Yo'q. Hunarmon foydalanib qolsin. Xudo xohlasa. Variant bilan gaplashamizmi? 9 ga bermadim. 13.9 ga bermadingiz. Qachon? Bugungi bozordami? Yo'q, yakshanba kuni.
Yakshanba kunimi? Bugun berib yuboraylik, bundan foydalanib qolsin. Ishga qo'yishchi. Qo'shlig'i yaxshi narx bo'pti o'zi ham. Kelishaversin-chi. 100 so'm 50 so'm bilan baraka topib qolasiz endi siz ham. Bo'ldi, aloqaga chiqishaversin, xudo xolasa. Nomeringizni ayting bunga. Nomer oxirida aytang. Yo, bunga ayting siz. Bugami bo'pti. 99lik 99lik 655 655 56 56 81. 81. Generalni qilib beramiz, ha? Bir marta mana. Nexia 3 kim beradi ma'lumotini? Nexia 3 yili nechi deymiz? 2018. Kraska? Kraska bitta sapachog'da. Bitta sapachog'da. Petno. Balon holatlari yaxshi yaqinlarim. Kraska Xo'p, probegi qancha edi buni? 280. 280 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Motor holatlari yaxshimi? Ochib bitta ko'rsataylik-chi. Ochib bitta ko'rsataylik motorda aka. Yog' yemaydimi xudo xolasa? Ha, yaqinlarim. Yog' yemaydi deyapti. Holatini ko'rsatadigan bo'lsak, sizlar uchun holatlari yog' yemaydi deb aytib o'tishyapti. Ha? Propan gazi bor, nechtalik? 65 talik hozir ko'ramiz-da. Xo'p, yaqinlarim, salon holatini ko'rsatadigan bo'lsak, mana salon holatlari. Xo'p, ko'jini chexoli taqib qo'yilgan ekan. Xo'p, mexanika korobka, orqa ko'rinishlari. Ko'rib baho beraverasizlar. Orqasini ko'rsatamiz hozir endi sizlarga. Xo'p, bu orqa balon holatlari. Tak. Xo'p, propan tabletka o'rnatilgan ekan. Tak. Bu вообще-то 47 talik-ku. 47 talik ekan. 47 talik yaqinlarim. Narxi qancha deymiz aka? Hali. Kelishtirib, bozorga aytiladigan narxni sotishga yaqinroq ayting aka. Yaqinroq qilib aytavering. 100 so'm 200 so'm raznicasi. Qancha? Bozor qancha qildi? 7000 ga qilyapti har xil. 7000 naqdga qildimi? Bugun qildimi? Avvalo bozoringiz bersin. Mabodo sotilmay qolsa, mabodoga. Biznikilardan aloqaga chiqsa, xudo xolasa. Bermaganimizga naqdiga shtriga 7 ga beraylik. 7 ga berib yuboramizmi? Naqdiga xudo xolasa? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Variant bilan gaplashamizmi? Ha, variant. Nomeringiz? Variant nechogacha? 3 oygacha. Xo'p. 70%, 80%. 70%, 80% pulini bersa, qolganini 30%ni xo'p, 3 oygacha kutib turaverar ekanmiz yaqinlarim. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 77lik 44 211. Generalni qilib beramiz, ha? Bunisi-chi? 22 kraska. Avtomat korobka toza. Xo'p, probegi nima deymiz? 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Motorni ko'rsataveramiz aka. Xo'p. Kraska toza, yana siz olib kelib ko'rsatasiz bo'laveradi yaqinlarim. Imkon qadar qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Negativlar jonga tegdilaring. Ajiyalli qilib aylantirib ko'rsatadigan bo'lsam, cho'zvoryapsan deyishyapti. Mayli, qisqaroq qilamiz. O'sitillar yechilmagan ekan. Xo'p, kraskasi toza deyilgandan keyin xudo xolasa yechilmagan bo'ladi yaqinlarim. Xo'p, motor yog' yemaydi aka, xudo xolasa. Motorda rasxot yog'i xudo xolasa. Yoqilg'isi nima buni? Metan. Metan. Pokoleniya. Metan pokoleniya. Narx aka. Buni ham yaqinroq qilib aytaylik. 10 mingga beraveramiz. 10 mingga. 10,5 deyapmiz. Bozor qancha qildi? 98 dan 99 dan. 9800 ga bermadingiz. Xudo xolasa. Bugun bozor qildimi? Bugun endi keldik. Bugun endi keldingiz. Endi aka tepasida bo'lmaganmiz. Siz ham boshingizni qotirmay bermaganimizga beraveramiz, xudo xolasa. Naqdiga-da endi. Biznikilardan aloqaga chiqsa. Xo'p, yaqinlarim, nomeringizni qaytarib yuborasiz aka. 77. Buni ham variant bilan gaplashaveramiz. Ajdan o'sha 3 oy to'rgacha kelishaveramiz. 3 oy to'rgacha kelishaverar ekanmiz yaqinlarim. Nomeringiz 77lik 44 210. Ismingiz kim edi aka? Yoqubjon. Yoqubjon akamizga aloqaga chiqarasizlar. Biz davom etamiz. Bosamiz yaqinlar. Hoji tog'amiz haqiqiy obunachilarimizdan ekan. Like bosinglar deb qo'ying bo'lmasa. Mana Hoji tog'amizning gapini ikki qilmaysizlar yaqinlar. Bozoringiz. Mashina qidiryapsizmi? Nima xizmat bizdan? Xizmat yo'q, bir tomoshabin. Xizmat bo'lsa shetamiz. Qanaqa mashinani? Damas'timi? Yili necha ekan?
2025. Qatniki chustikimi? Qo'qondikimi? Ha, qilingan ekanmi? Ha. Yo'q a? Ya'ni basmi oqmasmi? Men qo'ymadim buni. Nomeri necha ekan? 12700 bunisi 12600 dan. 12600, 12700. Yili necha, probegi qancha? Ikkalasi ham 24. Ikkalasi ham 24. Probegi? 4000 yurgan ekan, unisi 15000 yurgan. Bunisi 4000, unisi 15000 yurgan. Kraska toza. Kraska toza ekan. Yoqilg'isi nima? Propan. Propan. Ikkalasi ham kristali. Ha? Kristali. Avtomat korobkami yo? Avtomat. Bunisi ham bor ekan. Ikkalasi ham avtomatmi? Ha. Ikkalasi ham avtomat. Buchi? Bu ham 24 ekan. Bu ham 24. Kraska toza. Probeg? Probek 17000. 2000, xo'p. 17000. Balon holatlari yangi holatda ekan. Yaqinlarim. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yaqinlarim mana chexollarni yangisidan taqib qo'yishibdi. Xo'p. Pulingizga baraka. Xo'p. Propanmi yoqilg'isi buni ham? Xo'p, buni ham yoqilg'isi kristali propan ekan. Buni ham toza deyishyapti, yaqinlarim. Ana ikkalasi ham toza ekan. Mayli bitta ko'rsatib qo'yamiz buni ham. Endi yangini motorni ochib ko'rsatib o'tirish, vaqtlarini olish noto'g'ri deb bilaman. Endi xudo xolasa baribir. Hali ko'pchilikga ma'qul kelmayapti yangi mashinani oxirigacha ko'rsatadigan bo'lsam. Xo'p, chexollarni taqib qo'yishgan ekan. Tak. Endi yangi mashina motorlarida ishi bo'lmaydi deb, yaqinlarim toza deyishyapti. Ustiga olib kelib bemalol tekshirib tura olaverasiz. Aka, buni bozor necha qildi aka bozor? Qancha qildi? Xo'p, motor holatlari yaqinlarim toza holatda. Aka, buni qancha qildi bozor? 12200 qilishdi. 12200 qilishdi. 4000 yurgani shu edi. 4000 yurgani shu edi, 12200. Aka, endi keling hali yana bitta gapni doim takrorlayman-da. Minarmon foydalanib qolsa, tepasida bo'lmaganmiz bozorda-da. Naqdiga bo'lsa bermaganimizga berib yuboramizmi? Yo'q aka, yarimga beramiz. 12,5 mi? Bermaganimizga berib yuboraylik aka. 100 so'm baraka topib qoling sizdan endi. Qoplamaydimi? Yarimga beramiz. Minarmon naqd ber. Hozirgi kunda pul topish ham qiyin-da aka. Pul yig'ish ham qiyin. Naqd puli borga berib yuboraylik. Yarim bo'lsa beramiz. Yarimdan o'tib beramiz unda. Jicha barakasiga beramiz. Jicha emas. Mayli, qo'shib o'sha bermaganingizning narxiga 50 so'm bilan berib yuboring-da. Berib yuboramiz, xudo xolasa gaplashamiz. Gaplashamiz. Xo'p, uchalasiga bitta nomermi? Uni qancha bermaysiz aka? Uni aka 24 edi u ham. Uni probegi 15000 edi-da. 12000 12000 ga bermadingiz. 12 ni ustiga yurganga berasizmi? Hech bo'lmasa shuni o'zini narxiga berib yuboraylik. Jicha yurganga beramiz. Shuni berib yuboraylik, hoji aka. Mayli, bunga qo'shib berishadi. Bunga berib yuboraylik. Jicha yurganga beramiz. Hech bo'lmasa bittasidan foydalanib qolishsin. Jicha yurganga beramiz. Yurgangami? Bo'ldi. Buncha qancha qildi buni? Buni aka 12000 ga berib yuboramiz. Naqdiga. Naqd. Probegi qancha edi buni? 17000. 17000 probegi. Ayyo. Holik chexol, gaz, yumshoq balon. 12000, kraska toza. Yaqinlarim, lekin yaxshi narx, imkon qadar sizlarga foyda bo'lish uchun, minarmon uchun harakat qilamiz, mehnatda bo'lamiz. Shu joyga like bosasiz. Hoji aka, tepasida bo'lmaganmiz-da. Necha qildi bozor? 11800 qilishdi. 11800. Hech mana qarang. Buni bermayapsiz. Uni bermayapsiz bozor narxiga-da. Hech bo'lmasa mana shuni bering endi. Tepasida bo'lmaganmiz-da baribir. Naqdiga pul to'playib turgan odamga ham hozirgi kunda qiyin. Murosa qilamiz aka. Qilamiz, xudo xolasa. Variant bilan gaplashamizmi uchalasiga? Ha, bemalol barcha. Qancha puli bor? Barter ham bor. Qanaqa mashinalarga? Liboy mashina, trek. Qancha puli bor chiqsin? Qancha puli bor chiqsin? Necha oygacha qo'yib bera olamiz? Shim kushim aka kalitamja. Katta shop sonit Muhammadjon. Necha oygacha qo'yib bera olamiz? 2 oy, 3 oy. 2 oy, 3 oy. Xo'p, demak 70-80% puli borga ekanda. Shunaqa. Xo'p, yaqinlar. Generalni qilib beraveramiz. Dokumentda muammo yo'q. Uchalasi ham generalni. Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik 99lik 656 7107. Ismingiz kim edi aka? Mo'minjon. Mo'minjon akamizga aloqaga chiqarasizlar aka. Bozoringizni bersin. Aka, xudo xolasa pulini yaqinroq qilamizmi? Pulini yaqinroq qilamizmi axir? Qulay qilsak qo'yamiz. Qimmat aytmaymiz-a?
qimmat aytmaymiz. Xo'p, yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan Stalnoy rangli Gentramizni ko'rsatadigan bo'lsak, yaqinlarim, xo'p, balon holatlari yaxshi holatda. Motorni bitta ko'rsatamiz aka, bekor yopib qo'ydingiz. Motor holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, motor rasxoti yo'q, xudo xolasa. Motor rasxoti yo'q deb aytib o'tishyapti. Yaqinlarim, hadovoy korobka ishlari yaxshimi, xudo xolasa? Yaqinda hadovoy qilgan. Xo'p, o kraska nima deymiz? Toza. Petnoy ham yo'q. 14da yo'qmi axir, xudo xolasa aka? Ustiz olib kelib yana bemalol ko'rsatib olishingiz mumkin. Yaqinlarim old orqa pechat deyishyapti, kraskasi yo'q deyishyapti. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, endi bu bamper anunga kirmaydi, detalga kirmaydi. Yaqinlarim, xo'p, probegini qancha deymiz? Borini bor ko'rsataman yaqinlarim. 144 ming kilometr masofani bosib o'tgan yaqinlarim. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, endi yiliga yarasha sredniy holatda, lekin urinib ketmagan. Xo'p, ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Yoqilg'isi nima buni? Gaz metanmi? Xo'p, temir metan gaz balonlari bor, xudo xolasa. Orqani ham ko'rsatib o'raylik aka. Xo'p. Shumka bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Shumka bo'lgan ekan yaqinlarim. Ochilmadi knopkamiz. Ha, bo'ldi. Xo'p, yaqinlarim, temir metan gaz balonlari bor ekan. 144 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskani toza deyishyapti. O'zi yana siz olib kelib bemalol ko'rsatib olsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa. Endi pulini aka yaqinroq qilib aytaylik, variant bank gaplashamizmi? Yo'q, variantga yo'q. Variantga yo'q. Bankchi? Bankka ham yo'q. Xo'p. Qancha deymiz aka? Arzon sotayotgan bo'lsangiz. 7200, 2014. 7200. Aka, yaqinroq aytaylik, bozorga aytiladigan narx emas, sotiladigan narx aytaylik. Manfaatli bo'lib qolsin, siz ham tezroqgina soting, minarmon ham olib, maza qilib, foydani qilib yurishsin aka. Undan pastiga Bozor qancha qildi? 6700 qildi. 6700 qildi. Endi aka, bu meni fikrim. Avvalo bozoringizni bersin. 6700 meni fikrim yaxshi narx bo'libdi. Berib olaylik, bermaganimizga. Yaxshida garantiya bo'lsa, o'zimiz minganda. Berib olaylik aka, bir qo'lmi? Yo'q, bir qo'l emas u. O'zingiz mingan. Ha. Aka, berib olaylik bermaganimizga. Shtir, naqdiga shtirga. Hozirgi kunda pul to'plash ham qiyin aka. Bar, bilib turibsiz. Axir rasxod. Pul yo'q ham. Rasxodi yo'q, ha. Hadovoy qildirdim yaqinda. 4 millionga hadovoy qildirib qo'yibdilar yaqinlarim. Endi joy yetdi demencha picha bermaganingiz ustiga yurishsin beramiz, ha? Gaplashamiz. Beramiz, ha, xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 363 0183. 91lik 363 0183 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, tekshirtiruvsiz, 144 ming kilometr masofani bosib o'tgan, hadovoylari yaqinda qildirib qo'yilgan, 4 millionga qildirib qo'ygan akamiz. Generalni qilib beramiz, xudo xolasa. Generalni qilib beraveramiz, hamma dokumenti bo'laveradi deyshadi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, kuninglar yaxshi o'tsin, yaqinlarim. Like bilan to'patdan shaqirishingizdan chiqmasin.